xonali kvartira. Bittasi o'rtadagi xona. Bu bunaqasi hammomi, kuxna. Bu spalnisi. Mana shu yerda bunaqada log'li va bunaqa ro'ton kelyapti. Mana shunda nima shpatilda suv aqtiryapman. Uni atkizlarni olib qo'ydim, derazalarni. Bu kuxnasi mana. Buni atkizlarni tayyorlayapman, alayapman, onaqa kabel qo'yganlar tayyorlayapman. Mana nimasi? Podez deydimi? Ne podezi? Bitta 3 ta xona bo'lsa, mana yana 3 ta xona. Mana bu tayinlar totib qo'ygan ro'toni. 1 sm, 2 sm, joyi borsa 3 sm yeyapti. Yemaydigan joylari ham bor. Mana hozir shpagulapiga tayyor qilib qo'ydimdagi mayakka, anaqa temir mayak bo'ladi-yu, o'shanga nolga, lazerga. Shu bo'ladi. Mayak qo'ymadim-ku. Hadi, albasa yo'shaydigan, qatiydigan ro'tonda pravilaga qatirib temir do'nni ham naqib tez bo'ldi. Bitgan holati, patologiyan bir siloq tortib turish, bu yerda totib qo'yaversa bo'ldi. Ro'tonni bunaqa holda tushib kelyapti, kepak hop, un qop. Kepak hop bo'lsa kerak. O'zlari chiqaryaptigan totyapmiz. Kelganda bitta paddon, ikkita paddon olyapman. Mana yorilmasinga bunaqa chetga totib olyapmiz. Shishaga o'xshagan azbiza, ya'ni qo'l yomon sanchalar ekan. Ibbazona, shunaqa.